Assalomu alaykum qadrli Islom mobil obunachilari. Bugungi obzorimizdagi telefonlarni birma-bir tanishtirib o'tamiz. Xudo xohlasa, Koreyadan yangi kirib kelayotgan smartfonlarimizni qo'yib boryapmiz. Narxlari o'ta ham bomba narxda. Bizni manzilimizni so'rayotgan mijozlarimiz uchun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri sentrida joylashgan Xonaqoh masjidi ro'parasidagi Islom mobil telefon magazini. Xohlovchilar tashrif buyurib, telefonni ko'rib olishlari ham mumkin. Biz sizlarga yangilik qilishdan to'xtamayapmiz. Ko'p tugallaydi. Zapchastlarni ham olib kelib qo'ydik. Zapchastlar ham optim narxda bo'ladi. Kimni qanaqa smartfoni bo'lsa, biror joyda aybi bo'lsa, bemalol biz bilan bog'lanishlari mumkin. Xohlagan turdagi smartfonlarga zapchastlarimiz bor. Xo'p, bu obzorimizni boshladik. Birinchi smartfonimiz S23F smartfoni bo'ladi. Juda ham ishlatishga qulay va ancha-muncha telefondan kuchli. Xo'p, 8256 xotira 4500 match plus esimlari ham o'tgan, holatlar ideal holatda ko'rsating, hatto salafanlar ham olinmagan, yangidek holatda turibdi. Buni narxlarini sizlarga xo'p, $270 chiqarib beramiz. O'zbekiston bo'ladi, dastlabkasi mutlaqo bepul ichida bo'ladi. Ikki xil svetidan bor. O'zlaringga ma'qul kelganini zakaz berib olsalaring bo'ladi. Navbatdagi smartfonimiz A16 koreyskiy varianti, bitta sim kartali bo'ladi, 5000 match, 6 ga 128. Ideal holatda, birorta joyda petnov nuqtalari yo'q. Yaxshi holatda turibdi. Buni narxini $145 qilib beramiz. 5G da qo'llab-quvvatlaydi. Xo'p, S20 Plus juda ham zo'r smartfon, 12 operativ, 256 xotira, 4500 match bilan jihozlangan, bir donagina ideal saksiyada keldi. Ko'rishlaring mumkin. Holatlari haqiqatda zo'r holatda turibdi. Buni narxini $200 qilib beramiz. Dastlabkasi ichida mutlaqo bepul. Navbatdagi smartfonimiz S21. 5G da qo'llab-quvvatlaydi, 8256 4500 match bilan jihozlangan, seryozni qora svet, hatto salafanlar ham olinmagan. O'zbekistonda hali biror daqiqa ham ishlamagan, ideal saksiyada $230 ga bizdan olishlari mumkin, sotuvda bor. S22 Plus so'rayotgan aka-ukalarimiz uchun ikki donagina yaxshi saksiyada kelib qoldi. Holatlari yaxshi holatda, narxlari o'ta ham arzon narxda. Xo'p, 8256 4500 match bilan jihozlangan, yechimlari ofitsialniy o'tgan. Bu narxlarni $270 dan bemalol olsalaring bo'ladi. S24 Plus so'rayotgan aka-ukalarimiz uchun zo'r holatda 4 xil svet tanlov sizlarda bor. O'zlaringga ma'qul kelganini bemalol zakaz berishlaring mumkin. 12 ga 256 5000 match bilan jihozlangan, plus yechimlari ham o'tgan. 4900 ekan matchi, 5000 ni olibman. E'tibor qilinglar, smartfonga o'zlaringga yoqqan svetini tanlash imkoniyatiga egasizlar. Smartfon nok holatda turibdi. Seryozni qora svet. Ideal, zo'r, birorta joyda petnov nuqtasi yo'q. Va blue svet. Ikkita sim karta qilib bemalol ishlatsalaring bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Xo'p, A modellarning ichida bir donagina shu A82 smartfoni ekrani chiqqan, 6 ga 128 4500 match bilan jihozlangan. Holatlari yaxshi holatda, $165 ga xarid qilishlaring mumkin. Birorta joyda petnov nuqtasi ideal holatda turibdi. Aytganimdek, A modellarning ichida bir donagina buni bilgan biladi. Zo'r smartfon. Xo'p. O'zlarining legendasi bo'lgan S15G 8256 4500 match bilan jihozlangan, ideal holatda bir donagina kelib qoldi. Sotuvda bor. Buni narxini sizlarga $170 qilib beramiz. Ultralarga o'tyapmiz, obunachilar. S20 Ultra 12 ga 256 5000 match bilan jihozlangan, ikki donagina zo'r holatda. Mekali ofitsialniy o'tgan, birorta joyda petnov nuqtasi xuddiki yangidek $260 dan olishlaring mumkin, sotuvda bor. S22 12 ga 256 va 12 ga 512 5000 match bilan jihozlangan. E'tibor qilinglar. Shunaqangi smartfonlar faqat Islom mobilda. Salafanlar ham olinmagan, xuddiki yangidek bo'lib turibdi. Noyob, bunaqa smartfonlar noyob hisoblanadi. Holatlari zo'r holatda. Xo'p, buni narxini $385 dan xarid qilishlaring mumkin. 256 tarisini, 512 tarisini bir xil narxda qilib beramiz. S23 Ultra so'rayotganlar uchun green sveti idealniy, zo'r. Ozginagina chetda nuqtasi bor ekan. Ozgina. Bular bilinmas. E'tibor qilinglar, svet ham chiroyli svetda. Narxlarini $495 dan qilib beramiz. Va bitta korobkali
sim o'tgan, salafanlari ham olinmagan, idealniy, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Yoqimli oq svetda hammaga birdek yoquvchi 512 talik. Buni narxini 510 dollar qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Bemalol bog'lanib sotib olsalaring bo'ladi. S24 Ultra 4 yildan keyin ham bu smartfonni maza qilib ishlatayotgan bo'lasizlar, hozir sotib olsalaring. Tanlash imkoniyati bor, xohlagan svetlaringda qilib beramiz. 12 ga 256 5000 match bilan jihozlangan, plus esimlari ham o'tgan. E'tibor qilinglar, svetlari sizlar tanlovlar asosida chiqarib beramiz. Bemalol zakaz qilishlaring mumkin. 650 dollarda. O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Natural sveti juda ham yoqimli, hammaga birdek yoquvchi. Xo'p, navbatdagi smartfonimiz S21 ga o'tamiz. 8256 4000 match bilan jihozlangan. 185 dollardan olishlaring mumkin. Holatlari zo'r holatda. Oq va pushti sveti, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. S22 so'rayotganlar uchun oq va ro'ziviy svetidan bor. E'tibor qilinglar, smartfon nok holatda, birorta joyda nuqta virguli yo'q. Nok, qaymoq. Buni 245 dollardan olsalaring bo'ladi, sotuvda bor. Hammaga birdek yoquvchi qordek oppoq sveti, idealniy holatda. Xo'p, S23 ga o'tyapmiz. 8256, 8512, 3900 match, plus esimlari ham o'tgan, bemalol zakaz qilsalaring bo'ladi. Xo'p, 512 talisini 350 dollar qilib beramiz. E'tibor qilinglar, zo'r holatda. Xudo xolasa, xuddiki yangidek. Sotib olishdan oldin Telegram kanalimizga bog'lanib, biz bilan bog'lansalaring, murojaat qilib, telefonlarda albatta obzor qilib tashlab beramiz. To'rala tomoni orqa oldini video qilib beramiz. Bemalol ko'rib, xarid qilishlaring mumkin. Murojaatlarimiz uchun shunaqangi och pushti sveti yoqimli. Va Vietnam varianti ham bor, ikkita sim kartali. Korobkalari ham bor. Buni narxini sizlarga xo'p 280 dollar qilib beramiz. Buni esim o'tmagan, o'zlaring o'tkazib olasizlar. S24 Plus. S24 da o'zi chiqil svetda 420 dollardan bemalol sotib olsalaring bo'ladi. Holatlari idealniy holatda, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Gold svet. Idealniy zo'r holatda turibdi. Bez email so'rayotgan ko'chalarimiz uchun eslatib o'taman. S23 smartfoni, ikkita sim kartali, Vietnam varianti, korobkalari ham bor. 280 dollar qilib beramiz. Noton so'rayotganlar uchun 12256 3500 match bilan jihozlangan, idealniy sostoyaniyada. E'tibor qilinglar, birorta joyda petno ozgina bor ekan mana shu yerda. Smartfonlar yangi keldi, biz ham endi ko'rib turibmiz. Buni narxini sizlarga 145 dollar qilib beramiz. S10e smartfon so'rayotganlar uchun 2 dona zo'r holatda, ixcham ishlatishga qulay. Hozirgi bahor fasliga cho'ntakda olib yurishga qulay bo'ladi. Birorta joyda virgullari ham yo'q. Buni narxini 110 dollardan olsalaring bo'ladi va hop, Note 20 smartfoni 185 dollarga 8256 talik 4300 match bilan jihozlangan, idealniy sostoyaniyada 185 dollar qilib beramiz. Kontaktli smartfon hisoblangan, bitta buklanishda ixcham bo'lib qoladi. The Philip 4 smartfon 8256 talik 3700 match bilan jihozlangan, plus esimlari ham o'tgan. Buni narxini 235 dollarga olsalaring bo'ladi. 17 Air ishqibozlari uchun 17 Airdan 2 barobar arzoniga S25 Edge smartfon taklif qilamiz. 12 ga 512 talik 3900 match bilan jihozlangan. Xuddiki yangidek ishlagan bo'lsa, 1 oy ishlagan. E'tibor qilinglar, ingichkaligi narxi 625 dollar qilib beramiz. 512 xotiraga ega. Xo'p, ozgina bo'lgan iPhone'larimizga o'tyapmiz. Ko'p mijozlarimiz 10 Pro Max so'rayapti. Bir donagina purple svetda kelib qoldi. Holati zo'r holatda, zarigina ikkita sim kartali bo'ladi. 84 Unix. Narxlarini 585 dollar qilib beramiz. Idealniy holatda. iPhone 15 da o'zidan so'rayotganlar uchun shunaqangi limoniy sveti 128 talik 79% Unix. Plus esimlari ham o'tgan. Bemalol biz bilan bog'lanib olishlaring mumkin. Narxlari 460 dollar. 13 Pro so'rayotganlar uchun idealniy holatda 80 dan baland yo'nqisi, xo'p 128 talik bo'ladi. Plus esimlari ham o'tgan. Shunaqa CW svetda narxlari 420 dollar.
12 Pro 256 va 128 plus esimlar ham o'tgan. Ikkita sim kartalar ishlatsalaring bo'ladi. Gold va oq svetidan bor. Narxlarini bomba qilib $330 qilib beramiz. Va kontaktli smartfon. Juda ham ixcham, ishlatishga qulay. 89 Yonkis plus esimlar ham o'tgan. Bu 128 xotiraga ega 12 mini smartfonimiz. Buni narxini $175 olsalaring bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Kamchiliklar uchun videoni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qanaqa fikr tilaklaring bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Keyingi videolarda albatta buni ham ko'rib chiqamiz. Hammaga sog' salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.